Maqtum qilayotgan ekan. Uy olmay qo'shni oldi. Men sizlarga juda ham tinch joydan, ikkinchi etajimizdan, juda ham zo'r novostroykadan 4 xonali xonadon topib qo'ydim. Hurmatli obunachilar, yaxshilab joylashib olinglar. Chunki bu podezimizda ikkita ro'para xonadonimiz sotuvda. Bittasi 4 xona, bittasi 3 xona. Demak, hozir 4 xonali xonadonimizni obzorini qilib ko'rsatamiz. Qaranglar. Bu yoq kiraverish qismimiz bo'ladi bizda. Bu yoqda esa stroyniy shkaflarimiz bor va bu yoqqa oynali zonalar qilingan. Bu yoq qaranglar, juda ham chiroyli dekorniy narsalarimiz ishlatilgan. Xo'p, hurmatli obunachilar, birinchi bo'lib detskiy xonamizdan boshlaymiz. Qaranglar, juda ham komfortniy qilib bu uyimizni remont qilingan, ikkita divan o'rnatilgan va o'zining konditsionerlari, bu yoqda ikkita shkafimiz va bu yoqda bemalol dars qilib o'tiradigan joylar ham qilingan. Hurmatli obunachilar, uyimiz yoqiydigan bo'lsa bitta laykchani qizartirib qo'yasiz, chunki juda ham shinam xonadonimiz bo'ladi. Bu yoqda yana bitta spalniy qismimiz joylashgan. Bu spalniyimiz o'zining bu yoqda televizorniy zonasi va o'zining shkaflari bor. Devorlarimizni ham qarang, juda ham chiroyli atechentolar o'rnatilgan. Lustralarimiz ham juda ham neobichin lustralar va koridorimizni qarang, koridorimiz ham juda ham chiroyli. Xo'p, koridorimizdan kelganimizda bizni chap tarafimizda umumiy sanuzel qismimiz joylashgan. Marhamat ko'rishinglar mumkin. Barcha texnikalarimiz bor va sizlar bilan eng zo'r joyi menga yoqqani bu yoqda oshxona qismimiz joylashgan. Qarang, oshxona qismimizda bu yoqda addini bundoq to'sib turib zal o'rnida bemalol foydalansak bo'ladi. Mana o'tiradigan mягкий zonasi, televizorlari va kelinglar. Oshxona qismimizni ko'ringlar. Albatta hammalaringga bunaqa uylarda yashash hammamizga nasib qilsin. Yangi remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan dokumentlari joyida, barcha texnikalarimiz esa Hoffman texnikalari o'rnatilgan. Aytib o'tganimizdek, devorlarimiz atechento qilingan. Xo'p, bu yoqda esa kattalar spalniysi joylashgan, hurmatli obunachilar. Mana spalniyimiz va televizorlari va juda ham chiroyli bunaqa dekorlarimiz bor va biralarimizni qarang, juda ham neobichin va bu xonadonimizni, ya'ni bu xonamizni kattalar spalniysi umumiy sanuzel qismi ham bor, hurmatli obunachilar. Uyimizni kvadrati 95 kvadrat, narxini esa opsiyaniyada yozib qoldiramiz.